So'x tumanida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 12-avgustdagi yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun qulay shart-sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi 247-sonli qarori ijrosini ta'minlashga qaratilgan amaliy ishlar izchil davom ettirilmoqda. Shu munosabat bilan So'x tumani hokimining birinchi o'rinbosari Ilhomjon Tojiboyev, tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Faridjon To'raboyev hamda tegishli tashkilot vakillari ishtirokida Tul savdo majmuasida o'rganish ishlari olib borildi. O'rganish jarayonida tadbirkorlarga qarorning mazmun-mohiyati atroflicha tushuntirildi. Shuningdek, Paynet xolis maxsus platformasining imkoniyatlari, undan foydalanish tartibi hamda yaratilayotgan qulayliklar haqida batafsil ma'lumot berildi. Platformaga hali a'zo bo'lmagan tadbirkorlar joyida ro'yxatdan o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, aksariyat tadbirkorlar Paynet xolis platformasidan samarali foydalanib kelmoqda. Chunki ushbu tizim orqali o'zini o'zi band qilgan fuqarolar va yakka tartibdagi tadbirkorlar ro'yxatdan o'tish, hisobotlarni taqdim etish hamda boshqa amaliy jarayonlarni bir nechta idoraga bormasdan yagona elektron muhit orqali amalga oshirish imkoniga ega bo'lmoqda. Tadbir davomida platformaning qulay funksiyalari va amaliyotda qo'llash mexanizmlari yuzasidan amaliy tushuntirishlar berildi. Bu kabi amaliy ishlar tadbirkorlik subyektlariga yanada qulay shart-sharoit yaratish hamda qaror ijrosini samarali ta'minlash maqsadida davom ettiriladi. Terminal kasafirati shunu. Bein savdo qilib, bekasab